Onang qarayapti, tupoy, sezmayapsanmi? Sezmayotgan bo'lishing mumkin, chunki ularni har kun ko'ryapsan. No oxirgi marta yaxshilab qarab ko'rdingmi? Qo'llariga, yuzida ajinlariga qaradingmi? Ular charchayapti, realni. No baribir senga bildirishmayapti. Asan bo'lsa hali vaqtim bor, ulguraman, bir kun vaqti keladi deb yuribsan. Aytaymi o'sha vaqti kelganda nima bo'lishini? O'sha sen aytgan vaqt kelganda onang yoningda bo'lmaydi. Ular ketishgan bo'lishadi bu hayotdan. Poyezd o'tib ketgan bo'ladi. Keyin milliard pul topsan ham, даже milliard pul topsan ham bir tinga qimmat bo'lib qoladi. Orqangga bitta qarab o'zingga aytasan, essiz o'sha payt ozgina ko'proq ishlaganimda, ozgina qiyinchiliklarga chidaganimda shunaqa bo'lmasdi deb umringni pushaymonlik azobida o'zingni yeb bitirasan. Patsa boshlaysan chiqmasan. Onang senga boy bo'l deyaptimi? Onang senga mashina ol, uy sol deyaptimi? Yo'q. Ular senga yedinsini aytishi mumkin bo'lgan gap, o'zingni ehtiyot qil. Issiqroq kiyinib yur. Yomon bolalarga qo'shilma, yaxshi yo'lda yur deydilar xolos. Chunki ular bilishadi bu mol, mulk, boylik abadiy emasligini. Lekin shularni topsangchi, yaxshi bo'lmaydimi hayot hozirgidan ko'ra? Yaxshi bo'lmaydimi agar ular ishlashni to'xtatsa? Yaxshi bo'lmaydimi magazindan narxiga qaramasdan xohlagan narsalarni olsa? Eng og'ir narsa nima bilasanmi? Onang seni baxtingni ko'rmay, muvaffaqiyatga erishganingni ko'rmay bu hayotdan ketishi. Shuning uchun hozirdan bosib ishlash kerak. Hozir kuchayish kerak, hozir o'sish kerak. Keyin bas, ertaga bas, keyingi hafta emas. Hozir ro'zida qilishing mumkin bo'lgan ancha ishlar bor, no sen ularni qilmayapsan. Davay jigar, harakatni boshla o'sha bugundan. Qachon agar bugundan bo'lmasa, kim agar sen bo'lmasang.